Xayrlı kеш, hürmetli tamaşaçılarımız, bizden cemaat isenlermisiz? Svinoy grip di, men anladım indi svinoy grip. Taciklar şakırgan, tigi yolu video yasagan bitmen. Şunda birisi temperatura bulgan, men ana salqın tigan ekan desem, ol grip bulgandır. Yakkan menge, şuna ko'ra men bir atına bek yaman şirlep yattım. Mine narsa kişibe ketip baram da, gül parikmakerskiy şaş tarashxona yanına uzib baram, aytam anan terazaya qarayım, aytam Türkmenistan'dan bir yigit, men siz ko'rgansiz, 2 tapqir intervyu yasagan, Atajan degan ismi. Men aytam şul yigitni ko'rib, aytam telefonni sirini degan. Nega desang, tigi yo'li mena qozumasi bo'ldi. Videolarni ko'rgansiz indirsiz. Shunda men alarda 6 totar yanda yashaydi, Tulay turaqda ilik men turganim, pedinstitutning Tulay turag'ында hozir. Mana shul. Qizg'anishga qarshi ular totar tilini bilmaydi. Men shunda fikr bir bo'lgan tuganim, aytam kirib ularni o'shulda Atajandan telefonni olib, ularga shiltiratib azirlanib turg'iz. Men sizni energetik madaniyat saroyina chaqiraman da qararsiz. Tatarlarning bayrami bizni nishik deb, balki milliy ong'ingiz uyanır sizde deb, shulay deb aytayım deganim. Qizg'anishga qarshi ol bo'lmadi u kunda. Men endi yari kirib turmadim Tulay turaqqa, chunki men aytam, endi ular Türkmen xalqi, ular davlat tili Türkmen, Türkiy xalq ayi tuğandaş, mena men ana intervyu algan chaqda da anglashilib turani javobi. Lekin mena shu 6 tatar ashulanmasınlar endi. Tuğan tilini bilmeydi ular di. Haqmi yo'qmi, mena balki kelajakda Allah nasip etse şunu uchrashib video tushirib ko'rsatirman. Şulsa meni burshidi. Nikani metam endi ular endi alla tatar janlı tugilmikan. Men aytam qiziqsinmas. Balki ular mena tatar shuga bizning yo'lalar bilan qazumasi, nindi motor o'zida qazumasi, men aytam ular ani fotoga video tushirib tuğanlarına jiberib, mena bizning tatarlar necha gurlab yashaydi deb aytiri. O'zimizdan turadi jamoat, o'zimizdan turadi. Men hali bugun turdim da bir bek hurmatli yetakchi Qozondan televizorni ochsam, mena mendi O'ris avulida turdim, shuna ko'ra emish nidi tatarcha bilmaydirim, mena falan meni o'rgatdi. Men endi Shayan vakili bo'lashaq mazaqlar endi Tataristonda yashamagansiz endi, hurmatli efendi. Endi nechik sezanda biz buni O'ris avulida, Qozoq avuli Mordva, anda Ukrain xalqi o'rislashib bitgan shul avulda turdik. Ani tirishdi tilni saqlarga, men aytgan emali. Avul endi Tataristonda yashab, televizor bo'lmagan ekan, biroz yangiliklar, masalan, radio tatarcha bo'lmagan ekan, gazet bo'lmagan ekan, O'ris avuli.